Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlarim, aziz dindoshlarim, sog' va omonmisizlar? Bugun shunaqangi quvonchli kun bo'ldiki, endi chorshanba bu murodbaxsh kun ekan. Mana to'g'risi shifo topgan insonlarni mana kundan kunga qo'yib boryapmiz. Albatta shifo Allohdan, shuni bilinglar. Men sababini qilib beryapman. Onajonim mana oldimga kelganlarida shunaqangi og'riqlar bilan, mana shunaqangi holatlarda to'g'risi yurib kelgan. Onajon, mana shu belni ushlab olib, zo'rg'a chidab oldimda o'tirgandi va men ularga mana chiroyli qilib nazначениyalar qilib berdim. Onajonimga tabiiy mahsulotlarimizni iste'molini qildirdim onajonimga. Mana hozir ne ko'z bilan o'tiribdilarki, qarang, nurli bo'lib, boringizga shukr, shunaqangi yurib kelyapti, og'riq ham yo'q. O'tgan safarcha sabr qilish ham yo'q edi to'g'risi. Hozir shunaqangi jim o'tiribdi-da, qaranglar qanaqangi sakinatda, qanaqangi huzurda va halovatda. Onajonim, assalomu alaykum yana bir bor. Meni oldimga kelganingizda, mana shu oldimga kelganingizcha qanaqa lechiniyalar olgansiz va mana iste'mollarini qilib qanaqa shifo topdingiz? Shu haqida bitta gapirib bersiz, yana ham mana bir yuzlarim yorug' bo'lar edi-da. Assalomu alaykum aziz bemorlar. Men bega 29-dekabr kuni keldim. 30-kunda mana shu ismaloq mumyosini ichishni boshladim. Shundan keyin men yaxshi bo'ldim. Mana yaxshi bo'lganim uchun yana ikkinchisiga qayta kelibdim. Mashalloh. Tenjoningiz sog' bo'lsin, umringiz uzun bo'lsin. Rosa men doktorlarga uchratdim, больницада yotdim, bir natijasini topmadim. Ukol dori oldim-u, lekin bir natijasini topa olmasdan oxiri mashaga shu YouTube orqali oqtarishib keldim. Amin. Tenjoningiz sog' bo'lsin, umringiz uzun bo'lsin. 3tagina o'g'lingizni huzur halovatini ko'rib yurish nasib bersin. Siz bizga shifo berasizmi? Alloh sizni dadalaringizga ham shifo bersin. Ota-onangizni bag'rida yayrab, yashnab yuring, Parvardigor egam. Alloh hamisha quvvatga madad qilsin, Parvardigor egam, bolalaringiz baxt kamolini ko'rib yurishni nasib bersin. Allohim mana shunaqa ro'zalarni beshqas bexatar tutib olish Allohim hammamizga nasib qilsin. Kuch quvvat bersin-ki, Parvardigor egam hech banda kasal bo'lmasin, doim mashadan shifo topib ketishi nasib qilsin. Robbina atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Allohim hech kimga dard berib shifosini ham bersin, Parvardigor. Shifo deb kelibdimi, shifosini bersin, Parvardigor. Allohu akbar. Onajonim, boringizga shukr, juda ham xursandman. Xudo xolsa oralar yo'qaldi, onam. Shuni aytib qo'ying. Mana yurishim qara, mana. Mashalloh, mana ko'ryapsizlar, mana. Keling mana oldimga. Mana shunaqa kelganman. Ana mana shunaqa yurib kelgan inson, mana ko'ryapsizlar yurishini. Onamdek bo'lib qoldilar, boriga shukr. Xudo xolsa onajon sog'ayib qolibsiz. Mana shu yozib bergan 3 ta narsani mana Allohning iznidan komil shifo topdingizda, qarang. Endi shu uchalasini bor-ku, mendan endi sizga padarka bo'ladi ikkinchi oyga. Xudo xolsa bu sovg'a bo'ladi. Biri menga berdingiz, Allohim mingni bersin. Hamisha ota-onangiz bag'rida yayrab, ota-onalaringiz duosida bo'lishini nasib qilsin. Sizga ham kuch quvvat hijoat etsinki, bedat yurib mana shunaqa bemorlarni davolaydi. Allohu akbar. Ilohim, Parvardigor olam, mana shu onamdan mana Allohim sendan shifo so'ragan edik. Amin. Parvardigorim, mana yuzimizni yorug' qilyapsan. Shu onam komil shifo topdilar. Shunday xursandchilik holatlarda hamma bilan ko'rishdi. Allohim o'zing ro'zay nasib aylargin. Parvardigorim, Robbim Allohim, shu yerga hamma umid ko'zi bilan mana kelib o'tiribdi. Sababini qilib beryapmiz. Allohim shu onam kabi komil shifo topsin, tani jonlarda huzur bo'lsin, halovat bo'lsin, salomatlik bo'lsin. Shu onajonim Allohim umriga, rizqiga o'zing barakot bergin. Ilohim o'zingni baytlaringga yana borgan bo'lsa yana qayta chaqirgin. Bormaganlarni ham chaqirgin. Oilaviy birgalikda bor o'sha joylarda Allohim ibodatlarni qilib o'zingni rahmatingga erishib, gunohlardan pok bo'lib kelsin ilohim. Yo pok Parvardigor Allohim, bilib bilmay qilgan gunoh kabirlarimizni o'zing kechir, o'zing mag'firat aylagin. Robbim Allohim, yanagi shu oylarga barcha bemorlar bilan shunaqangi shifo topgan holatlar ko'rishimiz o'zing ro'zay nasib aylargin. Amin. Allohu akbar. Onajonim, mana ular mendan sizga sovg'a, Xudo xolasa. Ikkinchi oyi, tushuning, mana shu narsani mana nimaga qo'shib beryapman? Onajonimga qo'shib berdim shu ko'knorini yog'ini hamda. Sababi bu og'riqlarni ham bosib, ham tinchlantirib turibdi, ham ichki yallig'lanishlarni yaxshigina olyapti. Shuning uchun shu qo'shimcha qilib allergiyaga rosa yaxshi ekan. Allergiyaga yaxshi ekanmi? Mana shu allergiyaga. Menda bor edi-da, o'sha allergiya. Qilay ancha yaxshi bo'lib qoldimi? Endi mana yoz yana bahor bo'lib kelgani uchun yana organik. Boringizga shukr onajonim. Ash ko'knordan yana bitta beringlar, ikkita qilib beringlar, onamga 1 oylik qilib beringlar. Chunki men 1 oy. Davleniyalar qana bo'ldi onajonim? Eko davleniya. Yaxshimi? Chiqmay qo'ydim davleniya? Boringizga shukr onajon. Mana shu mendan sizga sovg'a, Xudo xolsa. Boringizga shukr. Sog' bo'ling onajonim, o'zimni mehribonim. Ota-onangiz so'rab qo'ying, rahmat. O'g'illaringizni o'pib qo'ying mening. Rahmat onajonim, rahmat. Boringizga shukr. Umrada birga yurdim, promo efir qilganingiz aniqsa
Qur'on kitoblarida yig'lab o'tirdim, yo'qda yoningizda yurganda. Qarang, boringizga shukur bo'ldi. Sizlar ham ilohim boringlar, o'sha joylarni ko'rish nasib qilsin. Rahmat, salomat bo'linglar. Mana bizda hammasi haqiqat. Shuncha mana xalq ko'ryapti. Iste'molini qiling, sababini qiling, komil shifo toping, shundan biz ajr savoblar olaylik. Sog' bo'lasizlar. Rahmat onajon, boringizga shukur. Endi asli bitta anaqaga